To'l. Assalomu alaykum hurmatli aziz tele tomoshabinlar, qadrli muxlislar. Demak, biz bugun aynan sizning e'tiboringizga Jizzax viloyatining Yangiobod tumanida joylashgan sobiq o'sha Havatog' deb nomlangan sanatoriya, bundan bir necha yillar avval bu yerda ota bobolarimiz, qolaversa davlat rahbarlari va minglab mana shu yerdagi hududda yashovchilar, qolaversa o'sha qo'shni davlatlardan, dunyoning ko'plab davlatlaridan kelib mana shu yerda shifo topib, mana shu yerda qariyb 1,5 kilometr pastlikdan, chuqurlikdan chiqayotgan madanli, shifobaxsh, O'rta Osiyodagi yagona sanalgan o'sha suvdan shifo topib, malham topib ketgan va mana shu sanatoriyada dam olgan insonlar haqida siz eshitgan va ko'rgan bo'lishingiz ham mumkin. Bugun mana shu oradan qariyb 30 yil o'tib, bu yer juda ham tashlandiq ahvolga kelib qolgandi. Tadbirkor Xayrulla akamiz yordamida qaytadan ta'mirlandi. Qariyb 10 milliardga yaqin pul sarflandi va bu to'la to'kis bugungi kunda ishga tushdi. Bu ham xayrli ish ekanligini hammamiz yaxshi bilamiz. Bugun demak mana shu yerda madanli suv yordamida bemorlarni shifo topayotganligini mana biz yana guvohi bo'lyapmiz. Yana shu jarayonlar davom etyapti. Bugun biz mana shu yerga tashrif buyurishimizdan maqsad mana shu assalomu alaykum Maqsudjon aka. Bu kishi demak mana shu Havatog' sanatoriyasini bosh shifokori. Maqsudjon aka, kayfiyatlar yaxshimi? Mana demak yangi qaytadan ish boshlandi bu yerda. Ichkarida sharoitlar muxlislar uchun juda ham tanish bo'lmasligi mumkin. Keling, mana bugungi holati qanday? Bundan 40 yil, 50 yil avval kelib bu yerda davolanib ketgan otalarimiz, o'sha onaxonlarimiz juda ham yaxshi eslashadi. Bu yer juda ham gavjum, juda ham o'sha shifobaxsh madanli suv bilan mashhur bo'lgan o'sha edi. To'g'rimi, Maqsudjon aka? To'g'ri. Ichkarida holatlar qanday? Sharoitlar qanday? Ko'ramiz bo'lmasa. Hali 1000 marta aytgandan ko'ra bir marta ko'rgan yaxshi desa. Qani, marhamat, keting ichkariga. Maqsudjon aka, demak bugun o'sha aynan hayit arafasi bo'lganligi uchun sizlarning ham vaqtlaringizni ko'p olmasligimiz uchun shuni iltimos qildik. Mana shu Xayrulla akamizdan o'sha aynan mana shu sanatoriyadagi bugungi yaratilgan sharoitlar bilan tanishib chiqishni biz o'z oldimizga